Hech kim cho'ta hozircha pravilani buzmayapti. Let's go boylar. Sizlar bilan bugun WhatsApp buni. Sizlar bilan bugun notbeni. Telegram do'stlar bugun sizlar bilan Bolla. Mana shu. Maras. Baqqalar. Mana shuni o'tdik. Juda tez ayladi. Qara bu qatga ketdi. Bolla давай. O'tiring. Jinni ket. Ketdi. Qatga qo'y. Mana u kechiryapmisiz? Ishga jinni. Ketdi. Banklar grabit qilyaptilar ekan. Mana kelib bank oldiga. Arşiv alışveriş. Hurmatli fuqaro, qo'lingizni ko'tarib chiqishingizni hurmatli fuqaro, chiqing. Bo'lmasa u kuzishga harakat qilyapsiz. Bo'ldi, mana chiqdi. Noshlik qistir bunga noshlik. Otaman o'zi. Qattoliz jinni. Bo'l, otaman. Yo'q, qolasin deb. Yes. Qochib ketyapti. Mana. Qochib ketyapti. Nima? Katta. Noshlik qistir. Стряпнесанмы? Руки вверх. Oldu kardeşim ketdi. Vallahi zaключение yo'q dedi. Oldu o'qizishga hali majbur bo'ldik. Ketdi bolla. Qattaligim qaram. Toping mani. Ana. Politsiyaxonaga kiring. Xo'sh. Maras. Oldu kardeşim. Anima? Mana unda. Qo'lim ko'ryapsiz? Men avtomatim hujum ko'ryapsiz-ku. Kırdı bu. Mana. Yürü yana bittasini bilan. Singlim ko'rsatgandi o'tlarni bizlarga. O'chiring bungalar. O'chiring. Ketdi uyga.
Ой, базаге. Полицейский базаге. Otur. Sinyalizasyon uçurup oturayım ben. Oturayım. Тету. İzimle yürüyorsun da. Mayli. Tepegem mi? Yok. Böyle. Ayda tez. Qotilni porshiri. Odam o'ldirgan bu maraz. Bunkerga qamak qo'yamiz buni. Umrini oxirigacha. İzimle yürü. Bunkerga qamak qo'yamiz buni. Marazni. Там мотоцикл. Oturayım. Bilaman hozir mana bitta bunker bor. Shunga qamak qo'yamiz buni. Marazni. O'ldirma. Oturayım. Mana bu значокingga qanaqa qilib o'zgartirsa bo'ladi? Mana shu yerda bunker bor hozir bolalar. Mana. Значит, oturayım. Cinni. Kötü vurmayayım. Bo'ldi, yopib qo'y. Mana shu yerda bo'ldi. Oturayım, şurada oturayım. Agar men bilan ukam bilan o'ynashni xohlasangizlar, mana ukamniki, to'xtab tur. Mana yozib olinglar. Mana. FTK FF95 deb yozsangizlar chiqadi ukam. Meniki hozir bo'ldi. Katta yozib turardi. O'zingnikini. Ha, mana. Yazdım. Mana. To'xta. Saniki nima? Mana FTK 95, meniki yozib bor. Mana. Ukamniki mana. Mana. Ikkalamizniki. Давай, валла. Ketdi. Zakaz keldi. Ketdik. Maraz boshqa yerdan ketibman. Давай. Ketdi. Zakaz tushdi. Ketdi. Malizmni ayda. O'zimni Porsche'mni olaymi? Yo'q, bo'ldi. Militsiyalikimga ishonmaydilar keyin. Bo'ldi.
Ketdim. Hozir bolalar mana bu suv olib oling. Beraman keling. Ber. Oling. İstemezse kılavuz. Berapman. Bo'ldi, ketdi. Ketdi. Zakaz yetishdi. Oturma mara. Tizlashtiring. Jinni. Turishim qaraman tizlash. Tizlashtirish qiyinmi shunday? Jamol. Tema. Jamol. Maras kanaka. Kim bu? Ketdi, hayda tez. Hayda tez unda. Hozir o'ldirib ketadilar odamlar. Bu video mani kanalimga chiqmaydi. FF95 kanalga chiqadi. Ya'ni Ahmadisini. Chunki nimaga desa, men YouTube'dan ketdim. Fakat ukamnikida o'ynayman. 35 keling, 35. Очень красиво. Хотя на следующий день нас ждала большая поездка, и мы совсем не спали. Мы были супер уставшими. Кто довез нас до лодки, был тот человек, что вы видите, Хосе. Мы учились с ним в школе, и он стал одним из наших лучших. Men YouTube'dan ketdim, bolalar. Bo'ldi, ketdi. Marazlar qochib ketibdi-yu. Kattasan. Marazlar qochib ketibdilar. Qoch! Это самый мягкий и приятный песок, по которому я когда-либо ходил в своей жизни. Это невероятно. Это как будто тебе делают массаж. Я веду жестокую. Серьезно, она дает. Maraz. Я не сдамся, почти вытащил из вас. Bolalar, men YouTube'dan ketdim, что? Домер qaytdi, домер. Эта рыба действительно крупная, но я думаю, Домер qaytdi, домер. Ukamni domer ko'raverib. Домер bo'ldi, домер. Aytib qo'ying. Karamela. Ukam mani ilib tur. Mani kim ilib tur? Qarab o'tibdi bular. Qarak qilib o'tirganimni. Ilib tur. Nima? Buni emas, mani ilib tur, mani. Nima qilib o'tirganimni? Mani nima qilib o'tirganimni? Il. Obunachilarimga ko'rinib yotibdi. Maqrabili. Oldimga chiq, oldimga. Mana obunachilarimga ko'radi. Pauza qilsang. Bo'ldim. Böyle. Vallahi ben YouTube'dan ketdim. Leş işte.
Bu video ukamnikiga chiqadi. Uxlayman. Men ham uxlayman. Uxlay. Uyga kimimni kiyib oling. Yurtlar yana. Ana uniki. O'ldi. Mana buni kim taniydi bolalar? Ukam bu video kanaliga 2 video chiqyapti уже. Телевизор koy. Televizor ko'raman. Hozir qo'yaman, nima ko'ramiz. Mana shuni ko'ramiz. Tema? Nima ko'ramiz. Mana. No'sti ko'ramiz. Qarashni bo'yalganmi jasadi? Meniki bo'yalmagan. Valla bari. Mana oxirgi video mana shu. Tema video men video YouTube'dan ketaman keyin. To'g'rimi uka? Men kanalimga chiqadi bu. Faqat ukamni kanaliga chiqaman endi. Men YouTube'dan ketdim. Просмотр вообще yig'ilmayapti. Mana, kim yuribdi izimda? Kim bu? Qochibdi? Rahmatulloh. Voy, to'xta, Maris. To'xta. Mana, Timur. Mana. Hozir men ham shunaqa ukamni chaqirib olay, Abdullohni. Chaqiring. Chaqirdingizmi? Ha, men singlimni chaqirdim. Soliha. Men ketdim. Yuri. Hoppa. Почему гид велел нам объехать вокруг острова? Я очень расстроен. Хотя мы видим потрясающе красивые места, но я все равно очень расстроен. Qizlar mashkimoniy zaborga ketdi. Mana top. Мы на удаленном острове, никого не видим. У нас нет сигнала на телефонах. Что нам Семьяdan теперь chiqib делать? ketgan qara, qirisicha. И у меня болит колено. Я начал молиться Богу, чтобы он позаботился обо мне, и вдруг увидел лодку вдалеке. Ой, какое облегчение. Я думаю, эти люди могут нам помочь. Но когда мы добрались до лодки, обнаружили нечто совершенно ужасное. Это был корабль, потерпевший крушение. Он был полностью разрушен и заброшен. Но это меня слишком обеспокоило. Мы не знаем, где находимся. Topmadik. Но когда я забрался в лодку, гид начал отчитывать меня так, как даже мама не отчитывала в школе. Ты же сказал, что сможешь сам развернуться. Брат, я тебе разрешал разворачиваться? Брат, это опасно для тебя. Произошло большое недоразумение. Когда гид сказал нам, что мы можем прогуляться, он имел в виду, что мы можем по острову, а потом нас вернуть. Kim yaptı. Ay, kötü aldım böyle değil. Kotarmadın mı?
Bunları. Kullanmaz ki. Kullanmaz ki. Kaptım böyle. Kullanmaz kim bu? Kullanmaz kim bu? Раз. Смотрите, это морские звезды. Гиды предупредили нас быть осторожными. Если вытащить морских звезд, Maviden çıkmıyor mu? погибнут. Морские звезды, Çıkıp bulsam ki. животные, их тоже самое из-за Abi işte. Sonra çıkamam. тела, то могут ее восстановить. Некоторые виды даже способны полностью восстановить себя из одного источника. Некоторые из них хищные, питаются моллюсками или ракообразными, как крабы и креветки, а другие взвешенными в воде частицами. Это невероятное животное. Будто Бог создал Вах! красота. Не волнуйтесь, не думал, что сегодня встречу Патрисию. Vallahi bana oxirgi videom shu. Keyin video YouTube'dan ketaman mı? Видели видео, как люди это делают, и хотим научиться. Довольно сложно это освоить, но когда мы были с родителями, мы много тренировались, чтобы добиться этого. Этот спорт называется снегборд, и я очень хочу научиться кататься. Но все, что у меня получалось, это падать. Мой папа долго наблюдал за мной и анализировал, что я делал не так. Поэтому я подошел к нему и дал один совет. Nerede gösteriyorsun bana Ahmet'i olurlar. Думаю, совет моего папы был единственным, что мне Hayır. Vallahi. İki video çıkardıkça bu kadar idi. Qayerchi bo'llar? Xayr bo'llar sizlar bilan bugun notibini bo'ldi va avvalgi mahmiz. Hayır. Bu video ben YouTube'dan ketganman do'stlar. Bu oxirgi video. Bu ham desa ukam kanalga chiqadi.